Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi o'tiladigan mavzu qadimgi davlatlar tarixiga bag'ishlanadi. Bu mavzuda 4 ta reja belgilangan. Birinchisi qadimgi Bog'tar, ya'ni Baxtli. Ikkinchisi So'g'd, So'g'diyona. Uchinchisi qadimgi Xorazm. To'rtinchisi Sak maslahatlar haqida suhbatlashamiz. Bizga ma'lumki, umuman qadimgi Turon hududi bir necha tarixiy madaniy viloyatlarga bo'lingan. Bu tarixiy madaniy viloyatlarda madaniyatning shakllanishi, xalqlarning yashash tarzi, odamlarning turmushi, davlatchilik an'analari bir-biridan bir qadar farq qilgani uchun ularni o'sha ma'lum bir tarixiy madaniyat viloyatlar kesimida ko'rib chiqish tavsiya etilgan. Birincisi qadimgi Baxtriya hisoblanadi. Qadimgi Baxtriya hozirgi paytda O'zbekiston va Tojikistonning janubiy hududlari, Afg'onistonning shimoliy hududlarini qamrab olgan. Qadimgi Baxtriya nomi Avestoda, qadimgi Eroniy bitiklarda va O'rta Sharq va Kichik Osiyoga oid bir qadar qo'lyozmalarda nomi tilga olinadi. Baxtriya nomlari bilan. Baxtriya hududi tog'li sersuv hudud bo'lgani uchun bu yerda dastlabki sivilizatsiya shakllangan hududlardan biri hisoblanadi. Odamlar xususan Amudaryo va uning irmoqlari bo'ylariga kelib joylashib, mana shu yerda qo'nim topib, shu yerda yashaganliklariga demak taxminan 4-5 ming yil bo'lganligi haqida ma'lumotlar mavjud. Baxtriya davlatiga ham deyarli 3-4 ming yillik tarixga ega davlatlar sirasiga kiradi. Endi bu yerda yashagan xalqlar tarixda Baxtriyaliklar yoki Baxtriya xalqi deb ataladi. Bir narsani unutmaslik kerakki, tarixiy madaniy viloyatlarning aholilarining nomlashda etnik nom e'tiborga olinmaydi. Ya'ni bu yerda etnik nom emas, ko'proq geografik nom e'tiborga olinadi. Baxtriyaliklar deganda o'sha hududda yashagan barcha qabilalar, eretlar shu nom bilan atalgan. Ya'ni hozirgi tushunchamizdagi bu o'zbek, qozoq, tojik tushunchasi emas. Bu hududda qadimgi o'zbeklarning, qadimgi tojiklarning, qadimgi afg'onlarning avlodlar ajdodlari yashaganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi Baxtriya o'z tarixi davomida asosan aholisining turmush tarzi dehqonchilik, chorvachilik bo'lib xizmat qiladi. Bularda demak unaqa uzoq masofalarga ko'chib yuruvchi yaylov chorvachiligi unaqa rivojlanmagan, sababi tog'li hududlar ko'p bo'lgani uchun bu hudud aholisi asosan tog' va tog'oldi atroflarida umr guzoronlik qilgan, shu yerda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Asosiy Balxob, Qunduz, Panj, Vaxsh, Kofirnigon, Surxon kabi daryolari Baxtriya aholisini suv bilan ta'minlagan. Shu daryolardan kanallar, ariqlar qazilgan va Baxtriya aholisi asosan So'g'd bilan, Marg'iyona bilan ko'proq savdo aloqalarini olib borgan. O'z vaqtida Baxtriya Ahmoniylar davrida So'g'd bilan birlashgan holda o'sha Ahmoniylarning satradiklari tarkibiga kirgan hisoblanadi. Endi mana bu yerda Baxtriyada topilgan Talashqon qal'aning tasviri berilgan. Talashqon qal'a bu Baxtriyaliklarning asosiy demak qurilgan me'moriy inshootlardan biri hisoblanadi. Aniq ko'rinishdagi doira shakldagi inshoot hisoblanadi. Mana bu yerda Qiziltepa mudofaa burchlari, ya'ni u davrda shaharlarning va qo'rg'onlarning, qal'alarning mudofaalari, qal'alarning devorlari aslida paxsadan qilingan. Paxsa ham nihoyatda qalin bo'lgan. Ya'ni ba'zi paxsa devorlarining qalinligi 8 metrgacha borgan. Shunga yarasha balandligi ham demak 8-10 metrga qadar ko'tarilgan. Tepadagi eng tepa qismi esa 4-5 metr atrofida, ya'ni o'rtacha 4 metr atrofida, ya'ni aravalar bemalol yurish uchun mo'ljallangan o'sha qala devorlari mavjud bo'lgan. Keyingisi
So'g'it, bu Zarafshon vohasi atrofidagi hudud. Manbalarda Gavaz suvida deb keladi. Ya'ni bu yerda asosan chorvachilik rivojlangan. Sababi hudud bevosita tog' oldi, tog'li va shimoldagi dashtli hududlar bilan bog'liq bo'lgani uchun bu yerda chorvachilik shug'ullangan. Tarixan So'g'it 3 ga bo'linadi. Demak, markaziy So'g'it Samarqand, g'arbiy So'g'it Buxoro va janubiy So'g'it Kish, Naqsat hisoblanadi. Endi Sudenadan topilgan qadimgi shaharlar bu Tuproqqal'a, Ko'ktepa, demak Afrosiyob qal'alari Sudena shaharlari sirasiga kiradi. Endi tariximizda katta iz qoldirgan, o'zbek davlati tarixini belgilagan hudud, tarixiy madaniy viloyatlardan biri qadimgi Xorazm hisoblanadi. Biz Xorazm deganda hozirgi Xorazm viloyatini emas, balki qadimgi Xorazmni e'tiborga olishimiz kerak. Qadimgi Xorazm Amudaryo sohili bo'yidagi va uning demak janubiy to o'rta etaklarigacha bo'lgan, hozirgi hatto Afg'onistonning Hirot hududidan boshlangan juda katta hudud qadimgi Xorazm nomli atalgan. Keyinchalik Xorazmiylarning shimolga ko'chishi natijasida Xorazm hududi o'sha hozirgi biz bilgan Amudaryoning quyi oqimida joylashib qolgan va bular tarixan Xorazmiylar deb ataladi. Aleksandr Makedonskiy Ahmoylar davrida ham bular o'sha hududlarda, demak, quyi Amudaryo hududlarida yashagan va Xorazmiylar nomi bilan mashhur bo'lgan xalqlar hisoblanadi. Xorazmiylar o'ziga xos me'morchilik inshootlar yaratishgan va bu Xorazmiylarning me'morchilik inshootlari qal'alar deb ataladi. Bu qal'alar juda vohaning katta qismidan o'rin olgan va arxeologlar Xorazmdan juda ko'p qal'alarni topishgan va oxirgi aytmoqchi bo'lganim bu Sak-Masagetlar qabilalari. Sak-Masaget qabila Orol dengizi va Kaspiy dengizi atroflarida yashashgan. Asosiy demak hunarmandchiligi, asosiy qiladigan ishi demak tirikchiligi bu chorvachilik hisoblangan va bular 3 ta turga bo'linganligi manbalarda keladi. Bular Saka-Tigra hovlilar, ya'ni o'tkir qalpoqli saklar, Saka-Xaoma varkalar, ya'ni xaoma tayyorlaydigan saklar va Saka-Taraya daryolar. Bular daryoning narigi betidagi saklar, ya'ni Sirdaryo nazarda tutiladi. Sirdaryoning narigi betidagi saklar bu Toshkent vohasi va Farg'ona vodiysiga to'g'ri keladi. Sababi saklar Sirdaryo bo'ylab yoyilgan. Demak, Amudaryoning yuqori oqimi, quyi oqimi, shu bilan birga Orol va Kaspiy dengizlari va Toshkent vohasi Farg'ona vodiylari tomon yoyilgan va bu hududlardan tashqari biz tarixan o'sha Choch va Farg'ona haqida 2 oz gapirib o'tamiz. Choch va Farg'ona, Toshkent vohasi hududi Choch deb ataladi. Farg'ona vodiysi esa qadimdan Farg'ona, Birg'ana nomlari bilan tilga olinadi. Bu hududlar tarixiy jarayonlarga sal kechroq qo'shilgani bilan O'zbekiston tarixida muhim ahamiyat kasb etilgan hududlar hisoblanadi. Bu yerda biz bilgan bulgulik va chust madaniyatlari mashhur madaniyatlar sirasiga kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa yo'llasanglar javob berishga harakat qilamiz.